Poytaxtimizning Uchtepa tumanida respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining yetakchi shifokorlar tomonidan keng ko'lamli tibbiy ko'rik tadbiri o'tkazildi. Bugungi kunda aholining sog'lig'ini asrash, xususan ayollar o'rtasida onkologik kasalliklarning oldini olish va ularni erta bosqichda aniqlash sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shu maqsadda mamlakatimizda muntazam ravishda profilaktik tibbiy ko'riklar, tushuntirish ishlari va ijtimoiy aksiyalar o'tkazilmoqda. Ana shunday ezgu tashabbuslardan biri sifatida erta aniqla, hayotni saqlash shiori ostidagi tibbiy ko'rik tadbiri tashkil etildi. Ayollar hech narsa bezovta qilmasa shifokorga murojaat qilgisi kelmaydi. Shunaqa saratonlar borki, masalan, boshlang'ich bosqichlarda u hech qanaqa belgi bermasligi mumkin. Belgi bergandan keyin unda o'tib ketgan bosqichlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana hozirgi kunda qilinayotgan tadbirlarimiz, men o'ylayman, birinchi bo'lib davlat tomonidan ayollarimiz uchun ko'rsatilgan bu mehribonlik deb o'ylayman. Masalan, shifokorlar, ularning qilgan sa'y-harakatlari, agar ayol o'zida xohish bo'lmasa, intilish bo'lmasa, kerakli biz muvaffaqiyatga erisha olmaymiz. Bu borada nafaqat ayol, uni oila a'zolari, yaqinlari, turmush o'rtog'i ham shu borada qo'llab-quvvatlash kerak. Poliklinika tomonidan keling, shu testni topshiring deganda, ozgina vaqt ajratib shu testni topshirib ketish kerak. Tadbirga biza tibbiy ko'rikdan o'tishga ulgurmagan tug'ish yoshidagi ayollarimizni hamda skrining tekshiruvidan o'tkazishga ulgurmagan 35-65 yoshli ayollarimizni hamda avval kasallik o'tkazgan onkologiya, ko'krak bezi saratoni, bachadon bo'yni saratonini o'tkazgan ayollarimizni shu professor mutaxassislarimizni konsultatsiyasiga 180 ta ayolni taklif qilganmiz. Bunaqa tadbirlarni ko'p o'tkazamiz. Yil davomida o'sha 60 ta mahalladan tanlab poliklinikaga uzoqroq bo'lgan mahallalarda o'tkazib turamiz. Eslatib o'tamiz, bu kabi profilaktik tadbirlar respublikamizning barcha hududlarida bosqichma-bosqich o'tkaziladi.